bizni mijozlar bilan qachon shartnoma qilamiz, qachonki shu biron bir ish bo'yicha qanaqa biron bir yengillikka agar qilishga erishadigan bo'lsak, keyin shartnoma qilamiz. Ya'ni shaxs bilan gaplashasiz, jinoyat ishlarini o'rganasiz, gaplashgan paytingiz, o'rgangan paytingiz davrida misol uchun siz tomoningizdan qanaqadir natija qilishga erishiladigan bo'lsa, ana o'shandagina shartnoma qilamiz. Lekin imkoniyatlarimiz 0 dan 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shaxsda aybi to'liq isbotlangan, unga hech qanaqa yengillik qilish iloji yo'q, imkoniyati yo'q bo'ladigan bo'lsa, bizni yaxshisi shartnoma qilmaymiz. Biz u odamga sразу aytamiz, yo'q, biz sizga hech narsa qilib bera olmaymiz. Bizning qo'limizdan sizga yordam kelmaydi, qilib bera olmaymiz. Sizdan shunchaki pulni olish niyatimiz yo'q deb u odamga to'g'risini tushuntiramiz. Boya aytganimdek, va'da bergan advokatdan qo'rqing deb aytdim-ku boya sarlavhamizda. Xuddi shunaqa narsa. Biz va'da bermaymiz. Ko'zimiz yetsa nimadir o'zgartirishga, qanaqadir yengillik qilishga, agar biz tarafdan qanaqadir bir nimadir o'zgartirishga agar ko'zimiz yetadigan bo'lsa, keyinchalik ana o'shandagina shartnoma qilamiz. Boshqa holatda shartnoma qilmaymiz.